Assalomu alaykum. Bo, yaxshimisiz? Ism familiyangiz? O'zib Umar. Bo, yaxshimisiz? Yaxshiman. Mana Qarshidagi filialimizdan mototsikl sotib olyapsiz. 25 million so'm naqd pulga. Akam bilan yaxshi kelishib, ana qilib qoldingiz. Aha. Mototsikl sizga yoqdimi? Yoqdi, yaxshi, rahmat. Avval haydagansiz. Yanada hali tushuntirish shunlari bor. Bizda servis xizmat bor. Kelasi ruxsatib beramiz, keyin garantiyamiz bor. Garantiya mototsikl almashtirib bermaymiz. Buzilib qoladigan bo'lsa, ruxsatib beramiz 3 oydan 1000 kilometrgacha. Ya'ni 1000 kilometrda 3 yilda ham yurolmaysiz mumkin-da. Shuni hisobiga 3 oydan 1000 kilometrgacha. Kelasiz, mototsikl buzilib qoladigan bo'lsa, kelasiz ruxsatib beramiz. Olib kelasiz. Uyingizda turib telefon qilib, buzildi, kelib ko'rib ket deganda bo'lmaydi. Kelasiz, ruxsatib beramiz. Agar zavodskiy ayb bo'ladigan bo'lsa, tekin sizga motorni ruxsatib beriladi, almashtirib berilmaydi. Lekin siz buzib qo'ysangiz, zapchast narxini berasiz, xizmat haqi tekin bo'ladi. Endi ko'rsataymi-da. Mana bunga hozir akkumulyator qo'ydik. Yugurishmi mana shunisiga bu. Mana. Bundan yuradi, o'chiradi, ventilyator, avtomatga qo'shadi ham. Pavorotlar bor. Mana hamma joy ishlayapti. Signal, margat, mana assalomu alaykum. Keyin farani bu yerdan qo'shasiz. Mana fara bu yerdan qo'shiladi bu. Kuzov 1.42 metr, 1 tonna 500 kg yukni bemalol joydan oladi. Motor mana yerdan yoq solinadi bu. Buni 1000 kilometrgacha 4 marta solsangiz yaxshi bo'ladi. Hali 250 kilometrda. Hozir mana ichida motorning ichida moyi bor. Siz buni 250 kilometrda to'kasiz. Keyingilarni masalan 250 da, 500 da, 750 da to'kib almashtirasiz. Shunda umr uzoq bo'ladi. Va tepasiga yoz qo'yib 1 litr 400 gram bor. Pastida ketadi. Men bolti ham mana shunda bor. Bolt. Voy qanday? Qanday boshlasam bo'ladi? 10 ga 42 solasiz. 10 ga 42 san. Aha. Hamma joyingiz yana o'tib ketishadi. Mana bu zanni peredi mana bu yerdan. Mana orqaga qo'lni solishasiz, oyoqda solasiz. Men hozir menga udobniy variant qo'lda buni. Shuni hisob. Panejni mana bu yerda bor. Panejni mana. Panejni ham aytib o'ting. Qarang, mana shuni solinadi. Lekin qarang. Buni yurib ketayotgan paytda solmaysiz. Faqat to'xtab, keyin mana panejga solib 1 2 3 4 5 bilan ketaverasiz. Buni anoda yurib ketayotgan joyda zanniga, panejniga solinmaydi yoki masalan 500 ko'da ketyapsiz, 1 ko'ga rasta solib tashlanmaydi. Bo'lmaydi u narsa bu. Bu YouTube, Instagramdagi chiqishga rozimisiz? Rozi. Ha, yaxshi. Mana bu orqada zapas baloni bor. Mana moslari ham baquvvat. Ko'ryapsizmi? Mana zapaska baloni. Shunday. Kaskasi bor qo'shimchada mana. Kaska bor, maykasini Oldik. oldingizmi? Ichkari. Ha, ichkaridami? Mana maykasi qo'shimchada. Qo'shimcha varianti bilan ili damkrat, balon ключ, damkrat ключi, komplekt ключlari. İçida suyishni hamma narsa bor. Ichida. Mana bu. Hamma narsa joy-joyida. Mana. Eli mana qo'shimchasini sizga ana shunaqa kitobini ham beryapmiz. Klientlar bo'lsa, umuman ham Instagramda ham nomimiz bor, bemalol ko'rib. Yaqinlarga tavsiya qilamiz. Shunday. Pastdagi nomerlarga telefonda aloqa chiqsalar, YouTube'da masalan YouTube'da ham Instagramda qo'yaman, pastdagi nomerlarga aloqa chiqsa bemalol qilib beramiz. Xudo xolasa 1 soatda men siz dokumentingizni qilib shahardan chiqarib qo'yaman bu. Aha. Kimga shunaqa mototsikllar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsangiz, pastdagi nomerlarga chiroyli qilib narxlarda qilib beramiz. Mana
200lik chopper variantimiz, 250lik Vazasni motorimiz mana. Ejektor bo'ladi bu. Mana bu yoqda benzinli yana 200lik, 250lik mototsiklarimizdan va 130lik kublik mototsiklarimizdan bor. Bundan tashqari mana elektr mototsikllarimiz kelgan. Hali men ularni terish jarayonida. Mana shu mototsikldan ham yakka mototsikllar ham bor. Va kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa chiroyli Velix sifatli skuterchilarimizdan ham kelgan. Bularning narxlari 4,5 million so'm. O zaman kart top qo'yib bemalol ishlaydi bu ham. Bundan tashqari mana kaltni ham qo'yib balonlar ham aylanishlari zo'r. Anchagina kuchli mototsiklchilar bo'ladi. Kimga shunaqa mototsikllar kerak bo'ladigan bo'lsa, qilib beramiz. Manzilimiz mana shunaqa chiroyli mototsiklarimizdan. Manzilimiz Qarshida. Bu tomon Umida choyxonasidan kelaverish. Bu yoq Dehqonobod, G'o'zar, Zapchast bozorlariga ketishda bo'ladi. Mana tashqarida mototsikllarimiz ham. Mana Lifan Xunji magazinimiz. Kimga shunaqa mototsikllar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz, chiroyli qilib beramiz.